Rasul akram alayhissalom Madina-i Munavvaraga Makkadan chiqib ketar chog'larida Madina yo'lida duo qildilar. Allohumma habbib ilayna al-Madina kama habbabta ilayna Makka. Parvardigor, bizlarni qalbimizga Madina muhabbatini sol, xuddiki Makkani yaxshi ko'rganimiz kabi yoki undan da yuksak muhabbatni qalbimizga solgin deb Allohga duo qildilar. Alloh taolo shu duoni ijobat ayladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shu duolarining ijobati o'laroq Rasul akram alayhissalom Makka fath bo'lsa-da, Makka ozod bo'lsa-da, Makkaga qaytib ketmadilar. Madinada qoldilar. Madinada yashab qoldilar. Madinaning muhabbati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Madinadan chiqarmadi.